Audio Jungle. Audio Jungle. Ovozi bo'g'ilib qoldi. Senator Tramp eronliklarga baqirganini aytdi. Qosim-Jomart To'qayev keskin chiqdi. BMT inqiroz yoqasida. Bu tizim qulayaptimi? Reuters oshkor qildi. Urush AQSh omborlarini bo'shatdi. NATO ichida xavotir kuchaydi. Ovozi bo'g'ilib qoldi. Senator Tramp eronliklarga baqirganini aytdi. Senator Lindsey Graham AQSh prezidenti Donald Tramp Eron bilan muzokaralarda bevosita ishtirok etayotganini va bir necha kun oldingi suhbat chog'ida hatto ovozi bo'g'ilib qolgunigacha baqirganini ma'lum qildi. Siyosatchi Ganiti ko'rsatuvi mehmoni bo'lgan va boshlovchi Shon Hannitiga Tramp Eron tomoni bilan qanday muzokara olib borayotgani haqida so'zlab bergan. U bir necha kun oldin eronliklar bilan telefon orqali gaplashdi va suhbat juda keskin tus oldi. Vaziyat shu darajaga yetdiki, Tramp agar ular o'yin qilishda davom etsalar, nima sodir bo'lishini baland ovozda aytdi. U haqiqatdan ham ovozi bo'g'ilib qolgunicha baqirdi, deydi senator. Graham suhbat yakunida go'shakning narigi tomonidagi eronlikning o'rnida bo'lishini aslo xohlamasligini tan olgan. Bungacha o'z manbalariga tayanib, Politico AQSh va Eron uranni boyitish bo'yicha moratoriy muddati va allaqachon ishlab chiqilgan materialning taqdiri bo'yicha kelisha olmayotgani haqida xabar bergan. Amerikaning 14 banddan iborat rejasiga ko'ra Tehron uranni boyitishga qo'yilgan 20 yillik taqiqqa rozi bo'lishi kerak. Biroq nashr suhbatdoshlarining ma'lumotlariga ko'ra, Eron tomoni jarayonni faqat 5 yilga to'xtatishni taklif qilmoqda. Qosim-Jomart To'qayev keskin chiqdi. BMT inqiroz yoqasida. Bu tizim qulayaptimi? Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev 17-aprel kuni Turkiyada o'tkazilgan diplomatik forumda BMT va boshqa xalqaro institutlarning kelajagi borasidagi o'z qarashlari bilan bo'lishdi. U xususan BMTni isloh qilishga chaqirdi. To'qayev Antaliyadagi Nest kongress markazida bo'lib o'tgan diplomatik forumning panel sessiyasida nutq so'zladi. Qozog'iston rahbari BMTning hozirgi holatini tanqidiy baholadi. Tashkilot 80 yil avval tuzilgan, uni eskirgan, hatto inqirozga yuz tutmoqda deganlar haq. Biz BMT nizomidagi dushman davlatlar deb ataluvchi tushunchaga e'tibor qaratishimiz kerak. Ha, 80 yil avval hammasi tushunarli edi. Bugun esa o'sha dushman davlatlar tashkilotni qo'llab-quvvatlash, moliyalashtirish va tinchlikni saqlashda o'ta muhim rol o'ynamoqda. Eng asosiysi BMT samaradorligi va nufuzini oshirishdir, deydi prezident. To'qayev mojaroning oldini olishda preventiv diplomatiya muhimligini ta'kidladi. Uning aytishicha, bu masala 30 yildan buyon muhokama qilinadi, biroq chiroyli nutqlar va deklaratsiyalardan nariga o'tilmaydi. Shimoliy Makedoniya prezidenti Gardana Silyanovskaya-Davkova ham ushbu fikrni qo'llab-quvvatladi. U BMT va Yevropa ittifoqi urushlar qarshisida preventiv diplomatiya yetishmagani sababli ma'lum ma'noda muvaffaqiyatsizlikka uchraganini qayd etdi. Qozog'iston prezidenti BMTning xalqaro maydondagi o'rni pasayib borayotganidan xavotir bildirdi. Barcha yirik muzokaralar BMT doirasida emas, balki turli poytaxtlardagi alohida zallarda o'tmoqda. Mojarolarda BMTning yuqori martabali vakillari vositachilik qilayotganini ko'rmayapmiz, deydi u. Uning qo'shimcha qilishicha, hozirda hamma BMTning keyingi bosh kotibi kim bo'lishini muhokama qilmoqda. Biroq bu unchalik muhim emas. Asosiysi tizimning hozirgi ko'rinishida omon qolishidir, deydi u. To'qayev Xavfsizlik kengashining o'zi xalqaro muammolarni hal qilishga to'sqinlik qilayotganini bema'ni deb atadi. U bu masalada AQSh prezidenti Donald Trampning fikrlariga qo'shilishini bildirdi. Tramp 2025-yilning sentyabr oyida Bosh assambleya sessiyasida bu muammoni juda aniq ta'riflagandi. U BMT shtab-kvartirasidagi ishlamayotgan teleprompter va eskalatorni tanqid qilib, BMTda hamma narsa buzilganini aytgandi. Ammo eng jiddiy muammo bugun tinchlik o'rnatish jarayoni ham BMTda ham boshqa tuzilmalarda buzilganidir, deydi To'qayev. Reuters oshkor qildi. Urush AQSh omborlarini bo'shatdi. NATO ichida xavotir kuchaydi. Amerikalik mulozimlar ba'zi yevropalik hamkasblarini Eron bilan davom etayotgan urush fonida AQSh zaxiralari kamayib ketgani sababli avval tuzilgan shartnomalar bo'yicha qurol yetkazib berishda kechikishlar bo'lishi mumkinligi haqida xabardor qildi. Nashr manbalarining so'zlariga ko'ra, kechikishlar Yevropaning bir qancha davlatlariga, jumladan Boltiqbo'yi va Skandinaviya mamlakatlariga ta'sir qiladi. Gap xususan xorijiy harbiy sotuvlar dasturi doirasida sotib olingan qurollar haqida bormoqda. Manbalarning aytishicha, AQSh rasmiylari yevropalik hamkasblari bilan yozishmalarda ushbu yetkazib berishlar katta ehtimol bilan ortga surilishidan ogohlantirgan. Oq uy va davlat departamenti jurnalistlarning so'rovlarini Pentagonga yo'naltirgan. Pentagon esa hozircha izoh berishdan bosh tortgan. Bu kechikishlar 28 fevralda Amerika-Isroil aviazarbalari bilan boshlangan Eronga qarshi urush AQShning ba'zi o'ta muhim qurol va o'q-dorilar zaxiralarini naqadar kamaytirib yuborganini ko'rsatadi, deyiladi xabarda. Reuters qayd etishicha, yevropalik mulozimlar bu kechikishlar ularni qiyin ahvolga solib qo'yayotganidan shikoyat qilmoqda.
FMS dasturi chet el davlatlari tomonidan AQSh hukumatining roziligi va tegishli logistik ko'magi bilan Amerika qurollarini sotib olishni nazarda tutadi. Donald Tramp prezidentligi davrida Washington NATOdagi yevropalik ittifoqchilarni Yevropa mudofaasi uchun mas'uliyatni qisman amerikaliklardan yevropaliklarning o'zlariga o'tkazish maqsadida bunday xaridlarni ko'paytirishga faol chaqirgan edi.